Mart oyida tug'ilganlar qanday odamlar? Mart yilning o'ziga xos tabiatda o'zgarish va yangi hayot boshlanishi bilan bog'liq oyidir. Qishning oxirgi salqinligi va bahorning ilk nuri orasidagi bu davrda tug'ilgan insonlar ham hayotda shunga mos xarakterga ega bo'ladi. Ular o'zgarishga tayyor, faol, ijodiy va har qanday vaziyatga tez moslasha oladigan shaxslar sifatida taniladi. Sharq xalqlarida martda tug'ilganlar ko'pincha yashashni baxt deb biluvchi, energiyali va harakatchan odamlar sifatida baho oladi. G'arb psixologiyasida esa ijodiy g'oyalarni amalga oshirib, yangi imkoniyatlarni tez anglaydigan faol insonlar deb ta'riflanadi. Bu ikki nuqta ularning ichki va tashqi dunyosi orasidagi muvozanatni ko'rsatadi. Martda tug'ilgan insonlar faol, lekin shovqinsiz. Ular atrofni kuzatadi, fikr qiladi va faqat zaruratda harakatga o'tadi. Bu ularning kuchli tomoni. Energiyani bekorga sarflamaydi va har bir harakatni aniq maqsad bilan qiladi. Ularning ichki dunyosi o'zgarish va yangi imkoniyatlarni qidirishga moslashgan. Shuning uchun mart kishisi hayotda doim harakatda, yangi loyihalarda ishtirok etadi, yangi g'oyalarni amalga olib chiqadi. Martda tug'ilgan insonlar ko'pincha atrofda inqilobchi sifatida namoyon bo'ladi. Ular insonlarni harakatga undaydi, ammo ko'zga tashlanmaydi. Ular muammolarni tahlil qiladi, tez qaror qabul qiladi va harakatini natijaga bog'laydi. Martda tug'ilganlar ba'zan shoshqaloq va ortiqcha faol bo'lishi mumkin. Ular to'liq tahlil qilmasdan harakat qiladi. Bu esa xatolarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, ularning optimizmi ortiqcha ishonuvchanlikka aylanishi ham ehtimoldan xoli emas. Ba'zan ular his-tuyg'ularini to'liq ifoda etmaydi va tashqi tomondan sovuq va beehtiyot ko'rinishi mumkin. Mart kishisi qiziquvchan va ochiq. Ular odatda shoshib sevishga moyil, lekin muhabbatlari chin va uzoq muddatli. Ular romantika va kayfiyatni qadrlaydi. Shuning uchun munosabatda o'zgarishlar va yangi tajribalar uchun ochiqdir. Martda tug'ilganlar ko'pincha ijodiy, faol va interaktiv sohalarda o'zini namoyon qiladi. San'at, media, marketing, tadqiqot va turli loyihalarda ularning ijodiy qarashlari samarali bo'ladi. Ular har qanday muammoni imkoniyat deb qabul qiladi, hal qilish uchun kreativ yechim topadi. Bu esa nafaqat shaxsiy, balki kasbiy hayotda ham muvaffaqiyatli qiladi. Martda tug'ilganlar harakatchan, ijodiy va energiyali shaxslar. Ular hayotda o'zgarishni qadrlaydi, yangi imkoniyatlarga ochiq va tez moslasha oladi. Munosabatda ular ochiq va qiziquvchan, kasbiy faoliyatda esa samarali va mustaqil. Mart kishilari hayotning har bir bosqichida harakat va ijod bilan yo'nalgan, o'zligini va yangi imkoniyatlarni qadrlaydigan shaxslardir. Ular uchun har bir kun yangi imkoniyat, har bir qarshilik rivojlanish uchun sabab, har bir muammo ijodiy yechim topish uchun makon. Shuning uchun martda tug'ilgan insonlar doimo faol, energiyali va hayotga ochiq shaxslar sifatida e'tirof qilinadi.